Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi yurtdoshlar? Bir savol kelib tushdi. Shu bo'yicha javob berib o'tmoqchiman. Bir viloyatdan patent olib bo'lgandan keyin boshqa viloyatga borib ishga joylashsa, yana qayta patent oladimi? Albatta, patentni yangilash shart, majburiy. Lekin buning uchun albatta kirdi chiqdi qilish yoki patentni tugallash shart emas. Birinchi o'rinda ko'chib o'tgan viloyatiga kelib registratsiyaga qo'yish kerak. Pasport perevod boshqa qilish kerak. Med ko'riklardan o'tib patentga topshiriladi. Bu yerda istisno tariqasida rus tilidan olingan sertifikat va отпечатка hujjati yangilanmaydi. Ko'chib o'tgandan keyin eski viloyatidagi patentni tugattirib qo'ysa ham bo'ladi. Buni через приложение госуслуги orqali qilish mumkin, onlayn yoki migratsion sentrga borib tugatishi ham mumkin bo'ladi. Agar tugatmagan taqdirda nima bo'ladi degan savolga, tugatmagan taqdirda majburiyatlari bajarilmasa, patent ya'ni to'lov to'lanmaydigan bo'lsa, avtomatik ravishda eski viloyatdagi patent kuyib ketadi. Unda muammo yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ham ulashib qo'ying, foydali bo'lishi mumkin. Ularga ham like bosib qo'ying. Ko'pchilik ko'rsin, ko'pchilik foydali deb hisoblasa, может ovoragarchiliklar kamayadi. Salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha.